24-noyabr kuni kechda Urumchida yuz bergan o't ketish voqeasi Urumchi va Xitoy o'lkalarining ko'plagan shaharlarida Shi Jinpingning hokimiyatining yuqumni nolga tushirish siyosatiga qarshi norozilik namoyishlarining boshlanishiga sabab bo'lgan. Amerika Birlashma Agentligining 26-noyabr kuni bergan xabarda bu voqeaning ba'zi tafsiloti berilgan bo'lib, Xitoyning qamal siyosatining bu fojianing asosiy sababchisi ekanligi va yerlik aholining buning qarshi qo'zg'alib, bu siyosatni amaldan qoldirishni talab qilganligi ko'rsatilgan. Xabarda berilgan ma'lumotlar qaraganda 24-noyabr kuni kechda Urumchida yuz bergan o't ketish voqeasiga binoning 15-qavatidagi tok manbasi sabab bo'lgan. Bu qavatdan tutashgan o't 21-qavatga kirgan. O't o'chirish atriti binoning atrofidagi qatma-qat qamal va to'saqlarni cho'p binoning yeniga kelib o'tni o'chirib bo'lguncha o't ulg'ayib ketgan va 3 soatgacha bu o't qavatma-qavat o'rlab ko'yivergan. Xitoy hukumati 25-noyabr kuni bu voqeada o'lib ketganlarning 10, yaralanganlarning 9 odam ekanligini e'lon qilgan. Ammo ijtimoiy taratqularda cho'ng-kichik bo'lib, oz deganda 44 odamning o'lib ketganligi haqidagi uchurlar tarqalgan. Xitoyning 100 kundan ortiq vaqtdan beri Sharq Turkistonni yo'l qo'yayotgan Xitoy virus yuqumni nolga tushirish siyosati davomida ba'zi joylarda ochliq va kasallikdan o'lib ketish fojialari ko'rilgan. Bu qitim o'tapit yuz bergan Tangirtog' rayoni yuqori darajalik xatarlik rayon deb bekitilgan va aholilarning sirtqa chiqishi cheklangan. Amerika Birlashma Agentligining xabarida bildirilishicha, Urumchi shahrining boshlig'i Mamtimin Qodir 25-noyabr kuni kechda o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida aholilardan kechirim so'ragan va bu o't ofitini tekshiradiganligini aytgan. Ammo hukumat doiralari bu yig'inda o'zlarini oqlab, o't o'chirish eg'iziga to'saq qo'yilmaganligini, aholilarning binodan tushib faoliyat qilishiga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, ba'zi kishilarning o'zini qutqizish iqtidori tuvan bo'lg'achqa, ofatdan o'zini vaqtida qutuldira olmaganligini bayon qilishgan. Ammo ahvoldan xabardor kishilar ijtimoiy aloqa vositalarida buning yolg'onligini oshkorlagan. Xitoyning atalmish yuqumni tizginlash tadbiri tufaylidan bu binodagi nurg'un aholilar uyga so'lab qo'yilgan. Bir Xitoy qismi buning to'g'riligini isbotlab sin ko'rinish tarqatgan. Uning aytishicha, bu bino yuqori darajalik xatarlik rayonga tava. Shung uning darvozasidan tortib kirish eshiklarigacha hammasi taqoq. O't o'chirish atrofida qatma-qat to'saqlardan o'tib, binoga yaqinlashib bo'lguncha 2 soat vaqt o'tib ketgan degan. Urumchida yuz bergan o't ofiti Xitoy fuqarolarining Shi Jinpingning hokimiyatining qamal siyosatiga bo'lgan g'azab nafrati va qarshilik harakatini qo'zg'agan bo'lib, Urumchida namoyishga chiqqan Xitoy fuqarolari binoga o't ketish voqeasida o'lgan norisidi bolalarni misolga ilib turib, Xitoy hukumatining xilma-xil krizis va fojialarga sabab bo'layotgan qamal siyosatini qattiq ayiblagan. Bu voqeadan keyin Xitoyning har qaysi shaharlarida Urumchidagi o't ofitida qazo qilganlarga motam bildirish bilan Xitoy virusi yuqumni tizginlash siyosatiga qarshi namoyish o'tkazilgan. Ko'plagan Xitoy fuqarolari bu qarshilikni siyosiy harakatga aylantirgan bo'lib, bu 1989-yildan beri kam ko'rilgan ijtimoiy hodisa ekan. Xitoy hukumatining qamal siyosatining ig'ir ziyonkashligiga uchragan Shanxay aholisimi bu voqeadan keyin namoyish ko'tarib, davlatning barliq huquqi xalqqa mansub. Davlat kishilik huquqi hurmat qilish kerak. Biz o'z huquqimizni qaytarib olishimiz kerak. Shi Jinping taxtdan tush, Shi Jinping taxtdan tush deb shuar to'lg'an. Chengdu shahar aholisi namoyish qilib, bizga erkinlik va demokratiya kerak, bizga fuqarolik huquq kerak deb shuar to'lg'an. Urumchi shaharlik xalq hukumati uchur ishxonasi 28-noyabr kuni atiganda jamiyatdagi normal ishlab chiqarish va turmush tartibini asliga keltirishni tezlatadiganligini e'lon qilgan. Xitoy davlat taratqullari markaziy televiziya stansiyasining xabar qilishicha, Urumchi aydurma atalmish Xinjiang ichki va sirtidagi navbatchi aeroplanlarni tadrijiy asliga keltirdi ekan. Qonun bilan idora qilish kundalik gazetining xabari qaraganda, Urumchi 29-noyabr kundan boshlab tez ashyo oborot korxonalarining tijoratini asliga keltirib, xatarlik rayonlardagi xalq ommasiga nuqtadan tarqitish mulozimati bilan ta'minlashni qaror qilganligini bildirgan. Lekin xalq bu harakatni avomning g'azabini besishga uringan ko'z bo'yash o'yinlari deb qaragan ekan. Xitoy doiralari e'lon qilgan eng yangi dokladda butun mamlakatdagi Xitoy virusi bilan yuqumlanish soni yana bir yangi rekordni yaratganligini, yuqum ahvolining intayin ig'ir va murakkab ekanligini, oldin olish va kontrol qilish tadbirlarini tavranmay yo'l qo'yish kerakligini bildirib, barliq joylarda oldin olish va kontrol qilish planining 9-nusxasida chang turishi, 20 a'lolashtirish tadbirlarini yo'l qo'yishi, qat'iy tavranmay shaklini o'zgartmaslik kerakligini ta'kidlagan ekan. Bunun qarta bir qism kishilar allburun torda oq qog'oz harakat taklifini e'lon qilib, Xitoy ommasini hukumatning qattiq taqash va kontrol qilish tadbirlari oldida hamkorlashmaslik pozitsiyasini qo'llanishga chaqirgan. Qanchalik kishining bu tashabbusga ovoz qaytaradiganligini va botirlik bilan bir varaq oq qog'oz tutib hukumatga yo'q deydiganligini faraz qilish ta'sir ekan. Ammo ba'zi kuzatuvchilar o'ylamagan yerdan oq qog'oz safarbarlikning hukumatning nol kelishim siyosati va quluplashning davomlashiga ergishib, texmi cho'ng va texmi keng ko'lamda hukumatga qarshi turish faoliyatiga taraqqiy qilish ehtimolligi borligini bildirgan.
Erkin Asiya radiosunun xabar qilishicha, Xitoy doiralari 24 noyabr Urumchidagi o't ofati haqida ochgan axborot yig'inida o't ketgan bino joylashgan aholilar rayonining yuqum karantinasi bo'yicha yeni kasal rayoni ekanligi, binodagi aholilarning sirtqa chiqib kirish imkoniyati borligini tilga olgan. Amaliyotda ijtimoiy taratqulardagi yuzlarcha sin ko'rinishlardan binoning butun eshiklarining qulib seliqliq, hatto hayot qilib etiglik holat ekanligi ma'lum edi. Erkin Asiya radiosi muxbirining telefon ziyoratida binoning eshiklari haqida nuqtali qoldi savol so'raganda, Urumchi Baqulyan soqchixona xodimi voqea haqida axborot yig'inidagi uchurlarni asos qilishimizni va ig'vo so'zlarga ishonmasligimizni tavsiya qilish bilan birlikda o'lganlar sonining ko'payib ketishida binoning ishlarining taqoq bo'lishining hal qilg'uch rol o'ynaganligini inkor qilmagan. Baxtiyo'l soqchixona xodimi o'zining yordorlarni qutqizish uchun binoning ichiga nima uchun kirmaganligini so'raganda, ishlar taqoq deb javob bergan. U bu haqda ilgirlab so'ralgan savollarga javob berishni rad qilgan. Xitoyning axborot yig'inida yana voqeada o'lganlar soni 10, yordorlar soni 9 deb bildirgan. Ammo o't yolqini va istitaklarning 15-qavatdan boshlab 7 qavatni qoplaganligidek reallikni ko'rib turgan aholilar bu uchurga qilchi ishonmagan. Aholilardan biri bino ishlarining taqalganligidek reallikni yoshirgan Xitoy doiralarining o'lim sonini tabiiy holda yoshirdiganligini bayon qilgan. U doktorxona sohasidan anglaganlarga asosan oz deganda 40 dan ortiq kishi o'lganligini tilga olgan. Bu aholi ta'minlagan telefon nomeriga asosan yordorlarni davolashga qatnashgan ma'lum bir doktorxona xodimidan ma'lumot so'raganda, u o'zi ishlagan bo'limga 5 yordorning elib kelinganligi va 5-ning saqaymay jon uzganligini oshkorlagan. Boshqa bo'limlarga qanchalik yordorlar elib kelinganligini so'raganda, buningdan xabarsizligini aytdi. Hukumat e'lon qilgan songa hukumat xodimlarining ishonmaganligini tilga olgan bir xodim anglaganlarga asosan 9 kishining ko'yib o'lganligi, 10 necha kishining bo'lsa isti bo'g'ilib o'lganligi va jami 26 kishi o'lganligini bayon qilgan. Inkos qilinishicha, o't o'chirish xodimlari faqat binoga uzoqdan suv chechish, atrofga mashina yig'ib olish bilan bo'lgan. Ammo binoning eshigini tezdan chiqish va besib kirishga urinmagan. Ba'zi aholilar o't xodimlarining xatardan qo'rqqanligini bayon qilsa, yana ba'zilari eshikni ochishda yuqoridan, ya'ni markazdan buyruq kutganligini ilgari surgan. 119 jiddiy qutqizish qo'mondonlik markazi o't ketishining sababi, o'tning ulg'iyishi va o'limning ko'payishidagi sabab va javobgarlar ustida tekshirish elib berilayotganligini ma'lum qilgan. Ammo aholilar bu o't ofati va uning ziyon zahmatlarga qamal sabab bo'lganligi va javobgarlikning har darajalik hukumat ekanligini ta'kidlashgan. Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uristonning Oltay Ko'kto'qay noyisining Qor Bulg'un yezisida qor ofati yuz berib, 8 malchi yo'qolib ketgan. 24-oktyabrdan boshlab yoqqan qor qalin qorga aylangan va nurg'un malchilar va mollar tog'da qapsalib qolgan bo'lib, 8 qozoq malchi yo'qolib ketgan. Nurg'un qo'y, kala va to'g'lar qorning ostida qolib o'lgan. Mahallalar qattiq karantin qilinganligi uchun umumiy xalq vaqtida berib qutqizish elib borolmagan. Natijada nurg'un ofatning yuz berishiga sabab bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda tog'da qolib qolgan malchilar karantin sababli mahallaga kirolmagan. Ochliq va sovuqdan daldilanganda kiyim-kechak elish uchun mahallaga kirolmagan. Buningdan xabardor bo'lgan Qor Yulg'un yezisidagi urug' tuqqan qo'lma qo'shinlar safarbarlikka kelib, bir necha malchini va bir qism qorda o'lmay qapsilib qolgan mal chorvalarni qutuldirib qolgan. Ammo 7-8 malchining ta bugungacha xabarini ololmagan. Ko'rilib turibdiki, Xitoy kommunistlari kasalni bahona qilib, qozoq xalqlarini yo'qotmoqchi. 24 noyabr kuni kech soat 19dan 49 minut o'tganda Urumchi shahri Tianshan rayonining sharqiy aylanma, ya'ni Donxuan bozorining yendiki Jianshun egiz qavatli turalg'u binosida o't ofati yuz berib, 44 odam qazo qilgan. O't ofati 15-qavatdan boshlangan bo'lib, 21-qavatgacha tutashgan. Istutak üstünki qavatga yetgan. O't taxminan 3 soat ko'ygan. 30 noyabr kuni sahar soat 4da İstanbul Xitoy konsuli oldida 1000dan ortiq Sharq Turkiston xalqi keng ko'lamlik namoyish o'tkazish orqali shahid bo'lganlarga motam bildirdi. Opsi va eng kichik 3 yoshli qarindoshlaridan ayrilib qolgan oila tavobatlaridan Muhammad Mamtali Turkiya soqchilariga shahidlarning rasmini ko'rsatib guvohlik berdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatiga Sharq Turkistonda har xil bahonalar bilan odam o'ltirayotgan fashist harakatini to'xtat deb shuar to'ladi. Shundaqla butun dunyoga Xitoy kommunistlarining bu qilmishining javobgarlikni surishti qilishga chaqirdi.
Urumchidagi o't ofatidan keyin Xitoy 14 shaharda o'tirg'i chiqqan xalq namoyishi qarta Amerika hukumati 28 noyabr kuni rasmiy inkos qaytirdi. Oqsaroyning bu vaqtdagi bayonotida bu namoyishlar to'g'risida biz uzundan buyon Amerika va boshqa joylardagi hamma kishining tinch shaklda namoyish qilish huquqi bor deb kelyapmiz. Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kirby bu vaqtda muxbirlarning savollariga javob berib, prezident dunyodagi namoyishchilar haqida so'z qilmaydi. Ularning o'zlari bu to'g'riliq so'z qiladi degan. New York vaqt gazetining 28 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Oqsaroyning Xitoydagi namoyishlar haqidagi bayonoti ularning Irondagi xalq namoyishi qarta e'lon qilgan so'zlariga selishtirganda sus bo'lgan. Shu sababdan Amerika Kengash palatasining a'zosi Ted Cruz o'zining bu vaqtdagi bayonotida texim kuchli qilib, Xitoy hukumati virusning manbasi va oqibati haqida izchil yolg'on so'zlab kelyotdi. Endi bo'lsa bu ishlar ularning sistemalik haqlar depsanchiligi, jumladan Xinjiangdagi davom qilayotgan qirg'inchilik qilmishlari bilan bir yerdan chiqyotdi degan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazeti bu xil kuchli tanqidni ifodalaganlardan yana Amerika Avam palatasining raisligini ustiga ilishga tayyorlik qilayotgan Kevin McCarthy'ning borligini, uning Ted Cruzga o'xshash fikrda ekanligini alohida eskartgan. 24 noyabr kuni Urumchida yuz bergan o't ofati sababidan kelib chiqqan tragediyaga norozilik bildirish uchun 30 noyabr kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida jam bo'lgan Uyg'urlarni turk soqchilari qattiq qo'lliq qilib, tarqab ketishga zo'rlab, tutqun qilib chegaradan chiqarib o'tish bilan tahdid qilgan. Namoyishchilar soqchilarning o'zlarini Xitoy konsulxonasi oldidan yiroqlashtirishiga o'ltirib olib qarshilik ko'rsatgan. Namoyishchilar qo'llarida oy yulduzli ko'k bayroq va Urumchidagi o't ofatida shahid bo'lgan Uyg'urlarning rasmlarini ko'targan holda qotil Xitoy hisob bersin degandek shuarlarni to'g'lagan. Turkiya soqchilari namoyishchilarni Xitoy konsulxonasi oldidan ketish haqida ogohlantirish bergan va ba'zilarini qo'ldan tutib so'rab konsulxona oldidan yiroqlashtirishga uringan. Biroq namoyishchilar chekinmasdan o'rnida chang turib shuar to'lashni davom qilgan. Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishchilarga o'zini soqchi boshlig'i deb tonutgan va beshiga shapka kiyib olgan puxroch kiyingan bir kishi asabiylarcha varqirab, birdamdan keyin hammanglarni supurib tozalaymiz, tutqun qilib chegaradan chiqarib o'tamiz degandek so'zlarni qilgan. Namoyishchilar texmi g'azablanib tirkishib namoyishni davomlashtirgan. U soqchining bu so'zlarini o'z ichiga olgan sin ko'rinish ijtimoiy taratqularda keng tarqalgandan keyin qattiq norozilik va g'ulg'ul paydo qilgan. Vaqa yuz bergandan keyin ko'plagan turk xalqi namoyish maydoniga yetib berib, Uyg'urlarning yenida ekanligini va qo'llaydiganligini ifodalagan. Soqchilarning qilmishi Turkiyada qattiq g'ulg'ul qo'zg'agandan keyin Turkiya ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu Istanbulda o'tkazilgan namoyishda turk soqchilarining Uyg'urlarga qo'llangan qattiq qo'l muomalasi qarta o'zining Twitter hisobidan bayonot e'lon qilib, Uyg'urlardan kechirim so'ragan va bu ko'ngilsiz voqea ustidan tekshirish elib berishning boshlanganligini bildirgan. Bu voqea to'g'risida Istanbul soqchi idorasi bayonot e'lon qilib, mazkur soqchi xodimning chekidan oshgan ifoda qo'llanib xato tushunishga sabab bo'lganligidan afsuslanganligini bildirdi va bu to'g'rida inchiklik bilan tekshirish elib berayotganligini ifodaladi. Oldingi hafta oxirida Xitoyning nurg'un shaharlarida yuz bergan Xitoy virusi qamaliga qarshi turish harakati Oq qog'oz inqilobiy Xitoy Kommunistik partiyasining rahbari Shi Jinpingga misli ko'rilmagan raqobat paydo qilgan va dunyoning diqqatini qo'zg'agan. Chet eldagi 40 dan ortiq Xitoy o'qituvchisi, demokratiyani tashabbus qilish harakatining rahbarlari, olimlar va mustaqil yozuvchilar birlikda Xitoy xalqiga yozgan xat va mamlakatlik xalq qurultiyi raisi Li Jiangshu, bosh ministr Li Keqiang va xalq siyosiy maslahat yig'inining raisi Wang Yangga ochiq xat yozib, Shi Jinpingning Xitoy virus yuqumini dastlabki qadamda yoshirib, yuqumning dunyo miqyosida tarqalishini keltirib chiqarish jinoyatini tekshirib, uni yomon g'arazda deb hisoblab javobgarlikni surish qilish kerakligini, Shi Jinpingning zolim qonunlarini ijro qilganlik uchun har sohadagi partiya va hukumat amaldorlarini tekshirib javobgarlik tortish kerakligini, Shi Jinpingning asosiy qonuniga xilof holda o'g'irlagan barliq davlat huquqidan mahrum qilishini hamda uni harbiy kuch ishlatib davlat organlarini go'ro'ga ilib olish va davlat huquqini ag'dirish jinoyati bilan jinoiy javobgarlik tortish qatorliq 10 moddalik jiddiy murojaatnoma yozgan. Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasidan Uyg'ur siyosati qonun loyihasi 1-dekabr kuni tushdan keyin OITga qarshi 104 ovoz bilan Amerika Avam palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullandi. Bu qonun loyihasini 2022 yili 7-aprel kuni Amerika Kengash palatasining a'zosi Marco Rubio, Avam palatasining a'zosi Yang Kim va Ami Bira qatorliqlar Amerika Davlat Majlisida tonishtirgan.
Shuningdek, bu qonun loyihasi orqali Xitoy Kommunistik partiyasi rahbarlik qilayotgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan turli ziyonkashliklarini cheklash hamda Uyg'urlarning navbatdagi ahvolining yaxshilanishiga turtki bo'lish nishon qilingan. Shu qitimliq tonishtirish yig'inida Marko Rubio Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa Turkiya tilli xalqlarga yurgizayotgan qirg'inchilik va kishilik huquq dafsanchilik qilmishlarini qabih yo'sini davom qildirayotganda Amerika hukumati bu qabohatlarga sukut qilsa bo'lmaydi. Şunu men davlat majlisidagi barliq qarindoshlarimni bu qonun loyihasini ma'qullashga ovoz berishga da'vat qilaman degan. Mazkur qonun loyihasiga ovoz berish 1 dekabr kuni tushdan keyin o'tkazilgan. Amerika davlat majlisining a'zolari ayrim so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan ziyonkashliklarning hilim davom qilayotganligini, shunga bu jihatda Amerika hukumati texnik amaliy harakatlarda bo'lishi lozimligini, bundaq ahvolda Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qullashning buningdagi bir muhim qadam hisoblanganligini ta'kidlagan. Mazkur qonun loyihasining ma'qullanishi Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan ziyonkashliklari va qirg'inchiliklari izchil davom qilayotgan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati uchun elib aytganda zo'r tarixiy ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Texmi muhimi, bu qonun loyihasi Uyg'urlar haqida ma'qullangan ilgirki qonunlardan kuchli yo'sinda o'ttirg'i chiqib, Amerika hukumati va Tashqi ishlar ministrligini Uyg'urlar haqida bir qator amaliy harakatlarni qilishga majburlaydi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı ve lager şahitlerden terkip tapkan bir heyet 29 noyabr günü Avustraliyanın Adilat şəhərdəki Cənubi Avstraliya yerlik parlamentida guvohlik berib, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyat to'g'risida atrofli ma'lumot bergandan keyin talablarini yetkazgan. Parlament a'zolari talablarini anglagandan keyin ba'zi va'dalarni bergan. Avustraliya Uyg'ur jamiyati, Dünya Uyghur Qurultayı ve Avustraliya Tangirtaq xonim-qizlar jamiyati birlikda uyushtirgan Janubiy Avstraliya shtatlik parlamentida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida lager şahitlerden Qalbi Nur Sidiq ve Ömer Bekali guvohlik bergandan sirt Zumratay Erkin Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati ve Uyg'ur davosining navbatdagi yuzlanishi to'g'risida ma'lumot bergan. Doklad berish yig'inining oxirida yig'in ahli doklad berguvchilardan savol so'ragan. 20 atrofida yerlik parlament a'zosi Uyg'ur hay'atining talablarini anglagandan keyin majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Avstraliyaga elib kirilishini cheklashga o'xshash bir qator masalalarni hal qilish uchun kuch chiqaradiganligi to'g'risida va'da bergan. Mazkur hay'at 29 noyabrda Janubiy Avstraliya parlamenti doklad berayotganda Adilat turayotgan ko'p sondagi Uyg'ur parlament binosining oldida Xitoyga qarshi norozilik namoyish o'tkazgan. Mazkur hay'at Avstraliyaning poytaxtidagi Federatsiya parlamentida va Sidneydagi shtatlik parlamentida guvohlik berish yig'iniga ishtirok qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishni talab qilgandan sirt ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'ygan.